Malibu 1 so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat aziz do'stlar. Malibu 1 aka yili necha ekan buni? 2013-yil Malibu 1 aziz do'stlar, ko'rib baho bersangiz bo'ladi. $10,500 mashina narxlanyapti ekan. Yana chiroyli qilib narxini kelishtirib beramiz deyapti. Albatta ko'rib baho berib, egalariga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, qancha yurgan aka mashina? 175 ming yurgan. Motor hadolar zo'rmi aka? Hech qanaqa mashinada ishi yo'q debdi. Bu ikkinchi pozitsiya yo birmi? Ikkinchi pozitsiyami, birmi aka? Birinchi pozitsiya. Xo'p, ichari salon qismlari chiqolarga ishlab qo'yilgan, mexanikasi, monitori, hamma narsasi bor. Evakoliklar, laminatsiyalargacha qilib qo'yilgan. Malibu 1lar lekin komforti juda ham zo'r bo'ladi aziz do'stlar. Kraska qanday aka? Bitta kriloda petno bor, ha? Qolgan joyda yo'q, aka? Bitta ana shu mana qo'l bilan ko'rsatyapti, ana shu joychasida bor ekan. Qolgan joylari radno ekan. Metan 4-pokoleniya. Motor hadovolar hali zo'r emas lekin aka. Hammasi yaxshi deyaptilar. Motor hadovolar nima ishi yo'q ekan. Xo'p, sassiyansi yaxshi. Ko'rib turayotganlaringizdek aziz do'stlar. Puli 10,500. Aka bozor narxi qildimi yo'qmi? Bozor narxi qildi. Necha pul qilyapti aka? 9800 ga berdim. 9800 ga bermadingizmi? $9,800 ga berilmayapti ekan. Aka, nasib bo'lsa kelishtirib beramizmi aka bu? Aytgan narxingizdan? Olayotgan bo'lsa kelishamiz. Olayotgan odam bo'lsa telefon qilsa kelishamiz debdilar. Variant vikubi bormi yo'qmi aka? Faqat naqdga. Telefon nomeri aka? 97lik 97lik 395 395 98 98 85. 85. Salomat bo'ling, akaga aloqaga chiqaverasizlar. Lasetti so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat aziz do'stlar, 2012-yil Lasetti qaranglar, как Gentra'da bo'lib turibdi. Orqa ko'rinishlaridan optirlar qilib qo'yilgan ekan. Orqa faralari Gentra diska ballonlar qo'yilgan mana. Ballonlari lekin yumshoq ekan, kattasidan yumshog'idan qo'yilgan. 65 lik ballonlarda turibdi. Xo'p, 2012-yil tonirovkalar urib qo'yilgan. Ruxsatlar bormi aka? Bir oy ruxsat qopti. Ishlari lekin salon qismlari yaxshi holatda ekan. Chixol, poylik hammasi zo'r holatda bo'lib turibdi. Xo'p, probek qancha bo'lib qoldi aka? 227 ta yurgan. Ako printerga chiqib qo'yilgan. Bayaqlardan qaranglar, polni aka almashtirib qo'yibdi. Ishlari salon qismlari, lyuk, hamma narsasi bor. Avtomat korobka, Lasetti monitorlargacha qo'yilgan. Ishlari bilan bemalol ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. Tablonlargacha qilingan ekan. Sassiyansi yaxshi. Motor hadovolar qanday aka? Motor korobka hadovoy zo'r ekan. Hammasi zo'r, ha? Ishi yo'q umuman. Umuman mashinada ishi yo'q ekan. Motor hadovoy hammasi zo'r holatda deyaptilar. Ha, muzlab qoldimi aka? Bagaj knopkasini bosdik. Havo juda ham sovuqda, azizlar, muzlab qolyapti. Metan gazcha bor mana. Orqalari. Kraska bugun ham mavjud. Sassiyansi yaxshi deyaptilar. Kraska qayerda aka? Kirlo uchida bor ekan. Kriloni faqat uchida, ha? Ichiga o'tmagan, ha aka? Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan 1.8 lik motorda, albatta. 1.6 aka. Ha, 1.6 mi? 1.6. 1.6 lik motor. Tim bo'lib zo'r. Azizlar, 1.6 bo'lsa, ochiq bo'lsa ko'rsatib o'ramiz, yopiq ekan. Xo'p, 1.6 lik motor hadovoy hammasi yaxshi deyaptilar. Narxiga kelsak, azizlar, 7,5 mashina narxlanyapti. 7 dan tushirib beraman dedingiz, aka? 7,000 dan tushirib beraman deyaptilar. Albatta kelishib, azizlar, olsalaringiz bo'ladi. Bittagina detalchida bo'lyapti kraska. To'g'rimi aka? Kirlo uchida bor, keyin kapotida bor kraskasi. Kapot bilan kirlon uchida. Ichiga o'tmaganmi aka? Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Tekshirib oladi. Bemalol. Xo'p, variant vikuba qilamizmi yo'qmi aka? Qoluvchilarga Cheris Bank yechib bera olaman. Cheris Bank yechib bera olasiz, lekin Sivoskarey naqd ekan. Akaga aloqaga chiqinglar azizlar. Mana to'liq ma'lumotlarni olaylik. Telefon nomeri aka? 99 lik 222 78 92. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aziz do'stlar, Lassettilardan ko'rsatamiz, ko'rib baho berasizlar. Aytganlaringizdek, har xil mana mashinalardan qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Lasetti 2011-yil ekan. Bu aziz do'stlar avtomat qilingan ekan, mexanikani avtomat qilinganidan. Aka, korobka hammasi zo'r-a? Mo'mi bo'lmaydimi? Yangi qo'yilgan deyaptilar. Motor ham qilinganmi? Motor hadovoy hammasi qilib qo'yilgan ekan, hadovoylargacha qilingan deyaptilar. Optira diskalar qo'yilgan va 4 ta yumshoq ballonlarda turibdi. Xo'p, avtomat qilingan. Bu to tablolarigacha ko'rsatadi, aka? Paranadasi. Ichlari bilan baho beringlar. Aziz do'stlar, chixol, poylik hamma narsasi bor. Bayaqlarni akoprint qilib qo'yganlar, har bitta detallarini. Xo'p, avtomat qilingan deyapti. Kaliti bosibda sizlarga ko'rsatib o'raman mana. Neda turibdi aziz do'stlar? Neytralniyda turibdi. Mana bu yoqda ham neda turibdi. Gap yo'q. Ichlari, salon qismlari, mexanikani ham avtomat qilsa bo'lar ekan. Hozir birdan sizlarga
Narxini aniqlab beraman. Qarang, necha pulga tushar ekan. Mexanikani avtomat qilish. Xo'p, orqalar bilan ko'rsatib o'tamiz. Hech qanaqa ishi yo'q deyaptilar. Motorlar qilingan, hadovoylar qilib qo'yilgan ekan, metan gazlari bor. Mana. Qara, motor qilinganiga hali 2 kun bo'lgan deyaptilar. Aka, yurgani qancha edi? 1,5 dan ortiq. Kraska qanday aka? Kraska bitta ikkita joylarda bor. Bitta ikkita joylarda. Aybi konditsioner, kompensatorni almashtirishga konditsioner. Bo'ladi. Qolgan hamma joyda zo'r. Ishi yo'q. Puli qancha bo'lyapti aka? Puli 5 dan kami bor. 5 dan kami bor. Pul zarur. Naqdga 4200 larga berib yuboramizmi aka? Yo'q, 4,5 bo'lsa beradi. 4,5 bo'lsa 4200 yomon bo'lmadi aka. Agar nima qilsa birdan telefon qilishadi. 4,5 bo'lsa yomon. Ha, telefon qilishadi, 4,5 dan biror narsa tushirib berasiz. Bo'ladimi aka? Aka, bu korobka qilish necha pulga tushadi primерно mexanikani? Mexanikani shu birdan korobkalar bilan nima qilsangiz 15 milliongacha. 15 milliongacha boradimi? Ha. Aha. Aziz obunachilar, mana narxini ham bildik. Akaga aloqaga chiqinglar, 4,5 deyaptilar. 4,5 dan yana tushirib beraman dedilar. Albatta murojaat qilinglar. Mashina hech qanaqa ishi yo'q ekan. Telefon nomeri aka? 93lik 93lik 999 999 22 27. Bemalol aloqaga chiqasizlar, arzonsa ko'rib tekshirib olasizlar. Variantchi yomon emas, mana avtomat qilingan mana Lacetti. Econoxlardan ko'rsatamiz, talablaringizga binoan arzon 472 millionligidan 2021-yil oq rangidan ko'pchilik arzon Econox so'rashadi. Marhamat, sizlarga Econox mana oq rangidan ham ko'rsatamiz. Ko'p qora ko'rsatsak, oqlardan ham ko'rsating degan akamimiz uchun marhamat. Full holatda azizlar mashinamiz juda sasansiz yaxshi deyapti. 108 ming yurgan mashin, motor hadoyi hammasi zo'r ekan. Umuman mashinada ishi yo'q deyaptilar egalari. Исключовlar, slipoy zona, ichari mana salon qismlari bemalol ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. Salon qismlari ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Polni kojinli salon, panorama tom, ichlari salon qismlari. Poliklargacha tayyorlab qo'yilgan azizlar. Parok hamma narsasi bor, kamchiliklari umuman yo'q. Orqa qismlari 4 ta yaxshi yumshoq balondan bo'lib turibdi azizlar. Kraskasi radnoy dedilar, 100% kraskasiga javob deyaptilar egalari. Umuman mashinada kraskasi yo'q ekan. Elektronik bagajcha, Econoxlar lekin juda ham zo'r mashina chiqqan azizlar. Ko'rib bitta baho beringlar. Xo'p. Propan gazi ham bor. Propan gazi o'zi ham normal pul turadi azizlar. Propan gazlargacha aka uстановка qilib qo'ygan ekanlar. Talablaringizga binoan mana sizlarga Econoxdan ham ko'rsatdik. Albatta qanaqa mashina ko'rishni olasizlar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammangizga aytgan mashinadan ko'rsatishga harakat qilamiz. Zo'ridan mana Econox. Aka, puli qancha bo'lyapti? Puli aka buni 25 ming deyapmiz. 25 ming dollar so'ralyapti. Kami bor aka. Kami bor. Obunachilarni telefon qilsa aka, chiroyli narxga beramizmi aka? Ha, aka, to'g'ri. Aka, necha pullargacha примерно bitadi aka obunachilarga? Aka shu оформительni ichiga qilib beraman aka. Agar gen desa gen farqi yo'q. Generalni olsa ham bo'ladi, Bo'ladi, to'g'ri. beraman aka, Qilmasdan O'zimni generalni nomim olsalar ham bo'ladi. O'zlarining nomlarida mashina, hech qanaqa dokumentdan muammo yo'q ekan. Xo'p, bitta telefon nomerini aytib o'rasiz aka? 88lik 88lik 394 394 94 94 85. 85. Salomat bo'ling. Gentra so'ragan obunachilar uchun marhamat 2022-yildan azizlar ko'rib baho beringlar. 80 lekin yaxshi holatda ekan aka aytayaptilar. Yumshoq balonlar qo'yilgan, tonirovkalar urib qo'yilgan. Ruxsatlar bormi aka? 6 oy hali ruxsati bor. LED faralargacha qilingan, tayyordan ekanda. Tonirovkaga ruxsat, 4 ta yumshoq balon, LED fara. Gaz qo'yilganmi aka? Shovqinsiroq aka eshitmadilar menimcha. Ichlari salon qismlari azizlar. Chexollar zavodskoy bo'lib turibdi. Hamma ishlarni ko'rib o'ramiz. Monitorlargacha qo'yilgan, tablo oshiqni qilingan, 61 ming probeg. Sasansi yaxshi, video registratorlar bor. Tonirovkachaga ruxsatlar bor. Xo'p, boshqa qismlari mana orqada azizlar gazi bor ekan, metani bor. Metan gaz hamma narsasi bor. Video registrator, kraskasi radnoy dedilar aka. Puliga kelsa agar azizlar 12600 dollar narxlanyapti mashina. Bemalol akaga aloqaga chiqasizlar. Aka, bu 12600 dan obunachilarimizga salpal tushirib beramizmi aka? Ha, qo'ldan kelgancha. Telefon qilasizlar, yana qo'llangacha yana tushirib beramiz deyaptilar aka. Telefon nomeri aka? Telefon 97lik 97lik 928 928 0905. 0905. Akaga bemalol aloqaga chiqinglar. Avtokreditga ham arzon pul bilan chiqib beradi buni. 600 dollarlar bilan chiqadi. Nomlariga o'ta premium. Gap yo'q. Telefon qilasizlar, azizlar, mana xohlasangiz naqd, xohlasangiz avtokredit ko'rinishida bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi. Epikalardan ko'rsatamiz, 2008-yil Epika azizlar ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasidan
aka aytyapti, polni motorlar terib chiqqanmiz deyaptilar. Hadovoylar ham aka bo'lganmi aka? Polni hamma narsasi, motor, azoslar, hadovoy hammasi yangi qo'yilgan deyaptilar. Pultlargacha uстановка qilib qo'yilgan. Bez xarajat ekan. 100% mashinaga javob deyaptilar egalari. Xo'p, akvaprintlar qilib qo'yilgan. Ko'rib turayotganingizdek detallari, ishlari polni akvaprint bo'lgan. Kojani salon. Ikkinchi pozitsiya lyuk hamma narsasi bor. Ishlari mexanikasi bo'ladi. Monitorlargacha uстановка qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, motorlar qilingan dedilar. Orqalar bilan ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana orqa qismlari video registratorlargacha uстановка qilib qo'yilgan azoslar. Bagaj ochaveramiz. Bagaj juda ham og'ir azoslar mana. Orqa bagajlari. Hoppa. Xo'p, orqada patronik hamma narsasi bor. Kraska asijit bo'lgan deyaptilar aka. Aka bu udar yo'qmi? Asijit bo'lgan deyapti. Hech narsasi almashmagan. Hammasi yangi. Albatta ko'rib tekshirib olasizlar. Puli qancha aka? 6800 topamsiz. Kelishtirib berasizmi? Yangi oldi bilan 300 ni olib 6,5 ga beraman. 6,5 ga beraverasiz. 6,5 ga mashina beriladi, ko'rib tekshirib olasizlar. Albatta akaga olib chiqasizlar. Samarqand shahar mashinasi. Telefon nomeri aka? 91lik 91 535 535 25 20. 25-20. Salomat bo'ling. Nexia 3lardan ham bo'lsin degan akalarimiz uchun marhamat azizlar, avtomat korobka Nexia 3 2017-yil bejeviy salon, polni navratlar qilingan ekan. Oldi oblisovka, tonirovkalargacha urib qo'yilgan. Avtomat korobka azizlar, narxi ham yomon emas. Polni sizlarga ko'rsatamiz, albatta ko'rib baho berasizlar. 7,5 ming dollar narxlanadi. 7,5 mingga avtomat korobka Nexia 3 nima deyapti azizlar? Zo'r narxchasi. Albatta akaga aloqaga chiqinglar. 7,5 mingga berib yuboramiz deyaptilar mana. Polni bejeviy salon. Polni ichlarini top-toza qilib qo'yganlar bilan olasizlar, maza qilib haydasizlar. Bitta yurganda ko'ringanamiz avtomat korobka. Xo'p, 94 ming yurgan mashina. Salon ichlari, lekin narxchasi zo'r ekan azizlar. Ya'ni narxi zo'r. Tonirovkalarga ruxsati bor. Xo'p, yumshoq balon emas, o'zini zavodga diskon balonlarda turibdi. Orqada pisochnik stopniklar, bagaj chek keyingina ekan. Propan tabletkasi ham bor. Sasensi zo'r azizlar, 7,5 mingga, lekin narxchasi ham zo'r ekan. Xo'p, aka kraska qanday? Bitta ikkita pitnosi bor debdi. Ichiga o'tmagan aka. Ichiga o'tmagan 7,5 ming dollar narxi. Akaga aloqaga chiqinglar azizlar. Nexia 3 olaman degan akalar bo'lsa, marhamat, talablaringizga binoan. Telefon nomeri aka? 90lik 464 464 00 00 05. 05. Probaga qancha ekan aka? 94 ming. Halol o'zini yurgan, telefon qilaverasizlar. Malibu 2lardan ko'rsatamiz, talablaringizga binoan 2.4ligidan azizlar 2018-yilidan. Aka aytyaptilar, kraskasi toza deyaptilar. Umuman kraskasi yo'q aka. Bir tomchi kraskasi yo'q ekan mashinada. 2.4ligini svejisidan mana kraskasi yo'g'ini olaman degan akalar bo'lsa, marhamat, orqalarida даже odam o'tirmagan deyaptilar. Birma-bir sizlarga ko'rsatamiz. Albatta ko'rib baho berasizlar. Malibu 2 juda ham ko'p obunachilarimiz so'rashyapti. Albatta mana sizlarga zo'rdan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Balonlari yumshoq ekan, yolka balonlari zavodskiy diskada bo'lib turibdi. Gap yo'q, lekin haqiqatan ham orqasida mana odam o'tirmagan. Sijanani qaranglar, qanday holatda turibdi. O'zi sijanasi ham zo'r holatda ekan. Ichlari juda ham toza, akkuratgina holatda. Salon ichlari lekin gap yo'q, respekt. Xo'p, ichlari, salon qismlari 103 ming yurgan ekan mashina. O'ziniki ham probeklari aka. 103 ming probek, o'zini halol probegi deb panorama tom. Salon ichi lekin zo'r. Olov azizlar, salon ichlari. Bemalol baho berasizlar. Unchalarigacha zo'r holatda bo'lib turibdi. Xo'p, laminatsiyalar qilib qo'yilgan. Orqalar bilan ko'rsatib o'tib ketamiz. To даже hamma yog'i radnoy deyaptilar. Kraska yo'q-ku, olgan odam unga ko'ngli xijil bo'lmaydi-da. Endi ko'pchilik kraska desa sal-pal xijil bo'lishi mumkin, lekin uni ham strashn joyi yo'q. Zapaska balon, hamma narsasi bor. Ocean benzinda 4 eshigidan beskilchoy dostуп, 2.4lik motor, metan propan momossiz tushadiganidan benzin ham umuman tanlamaydi. Malibu 2ning eng zo'r chiqqanlaridan, azizlar. Xo'p, aka bu puli qancha bo'lyapti? 19,5. Bozor narx qildimi aka bozor? Bozor 19 ming, 18 ming 900 so'rayapti. 18 ming 900 so'rayapti, bermayapsiz. Yo'q. Berib o'rish kerak aka, zo'r narxlagan. Mashinam zo'rda aka, o'shanga yarasha mashina. Aka, obunachilarga necha pulgacha beramiz mana? Taqalgani necha pul bor? Shunga qarab telefon qiladi. Obunachilaringizga eng oxirgi tochkasiga 18 ming 900 naqd pul bo'lsa beramiz. 18 ming 900.
Variant Vikup Yo'q aka. faqat naqdga. Naqdga. Aka bunday qilamiz. Obunachilardingiz gap yo'q, rahmat. Shu telefon qiladi-ku. Yana sunnatiga bir narsa o'tib berasiz. Maylimi? Bo'ladi. Telefon nomer. 50lik 50lik 940 940 olmuş. olmuş. Salomat bo'ling. Captiva'lardan ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, 2013-yil Captiva kraskasi Radnoydan deyaptilar. Chista 3-pozitsiya ekan, ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. Albatta sizlarga har xil moshlardan qo'yib borishga harakat qilaman. Ko'rib baho berib egalariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Balonlar yaxshi holatda ekan, zavodskiy diskalarda bo'lib turibdi. Tonirovkalar urib qo'yilgan. Bu ruxsati bormi aka? Tonirovkaga ruxsatlari bor. Qancha yurgan aka probegi? 123 ming yurgan. Ichkari salon qismlariga bitta baho berib qo'yildi. Salon ichlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ko'jlargacha zo'r holatda ekan. Pioneer audio sistemalar qo'yilgan. Laminatsiyalar qilingan. Tonirovkalarga ruxsatlar bor. Balonlari yaxshi. Orqalari bilan ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. Chista 3-pozitsiyasi ekan. Bagajda mana o'rnoqlarni aka ko'tarib qo'yganlar. 7 o'rnoqligi bu bemalol azoslar mashinada nima qilsangiz bo'ladi. Odam o'tirg'izib orqalardan haydasangiz bo'ladi. Xo'p, aka hech qanaqa aybi yo'q-a mashinada? Aybi yo'q mashin. Gazi bor, propan, radnoy kraska, shumka qilingan, tonirovka ruxsat bor. Shumka polni bo'lganmi? Shumka polni bo'lgan deyaptilar. Tonirovkaga ruxsat bor, propan gaz. Puli qancha aka? 12800. Nasib bo'lsa, obunachilar telefon qilsa yana bir chiroyli narx berarmiz aka? Siz nomingizdan chiqsa Gap yo'q. Aziz do'stlar, kanal nomidan chiqinglar, Isroil Sharif kanal nomidan chiqib pozitsiyalaringizga yana chiroyli qilib beradi. Radnoydan qidirganlar uchun marhamat Captiva'ni. Aka telefon nomerini aytib yuborasiz. 88lik 722 11 00. Aziz do'stlar, telefon qilinglar, albatta chiroyli narxda qilib kelishtirib beradilar. Aziz do'stlar, Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat. Aziz do'stlar, 2015-yil avtomat korobka Cobalt $7300 narxlanyapti. Yana savdosi bor, kelishtirib chiroyli narxda qilib beradi. Avtomat korobka Cobalt $7300. Marhamat aziz do'stlar. Narxi bir baxshi bundan ham pastga tushib ketsa zo'r bo'lasiz, chunki xalq bir mazza qilib mensini avtomobillar. To'g'rimi? Ichlari salon qismlari, chihol, poylik hamma narsasi bor. Avtomat korobka, keyin audio sistemalar turibdi, rullargacha almashtirib qo'yganlar brat. Aka qancha yurgan mashin? 2 kuruk yurgan. 2 kuruk yurgan. Ishi yo'qmi aka umuman? Yo'q. Umuman mashinada ishi yo'q deyaptilar. Balonlari hali yaxshi ekan, diskalar, hamma narsasi bor mana. Cobaltni nimasi zo'r? Azoslar qaranglar. Yili masalan necha bo'lishiga qaramasdan, bunday ko'chada yursa hech kim bilmaydi. Nechinchi yilda masalan siz mashina olib berasiz? 2015 mashinamiz. Bemalol ko'rib baho berasiz. Bitta bagajni ham ochib yuborsak bo'ladimi aka? Ochiqmi bagaji? Hozir. Ochib yuborasiz. Qog'oz bitta motor hadovilarni bilamiz. 7300 dan yana chiroyli qilib narxini yana sunnatiga biror narsa lekin o'chirib beraman deyaptilar aka. Metan gazcha turibdi. Orqa bagajlari. Kraska qanday aka? Kraskasi bir bok bo'lgan, bitta kapot, krivo, eshigida bu. 3 ta detalli bor ekan. Ichiga o'tmaganmi aka? Yo'q. Ichiga o'tmagan 3 ta detalli kraskasi bor, $7300 narxlanyapti. Ichiga o'tmagan. Albatta o'zingiz uchun ko'rib tekshirib olasizlar. Motor hadovilar zo'r hammasi. Ishi yo'q umuman. Mashina ishi faqat bitta pechkasini ozgina joyida tozalayverish kerak. Uni o'zim qilib beraman. Uni qilib berasiz. Yo'q. Hozir shunday yurg'izib turgandan ozgina yaxtagiroq shamol beryapti, lekin gazdan narxsiz shamol beryapti. Faqat pechkasiga ozgina ishi bor. Bo'lmasa aka narxni kelishgandan keyin tushirib pechkasini to'g'latib berasiz. Bo'ladimi aka? Narxni kelishib dogovordan keyin как o'zini pechkasini to'g'rilab beraman. Bo'ldi. Telefon nomeri aka? 93lik 996 39 00. Salomat bo'ling. Aziz do'stlar, ko'pchilik trekker so'rashadi. Marhamat, Gentra'ning puliga $14000 ga trekker LTZ tonirovkalar urib qo'yilgan, to'rtta yumshoq balon. Gaz ham qo'yilganmi aka? Propan gaz ham qo'yilgan plyusiga 14000 ga marhamat. Aziz obunachilar, bemalol ko'rib baho bersangiz bo'ladi. LTZ dan oldilaridan qarang, oldilarigacha akadan ortiq qo'ygan ekanlar. 2022 ga 2023 deyaptilar akamiz. Bemalol ko'rib baho berasizlar. Hop, salon ichlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. 81000 probeg, lekin narxcha zo'r. Realni aziz do'stlar. 14000 ga trekker LTZ start stop hamma narsasi bor. Endi Premier bilan lyuklari farq qiladi, keyin faralari, bir ikkita narsalar farq qiladi, lekin aziz do'stlar narxcha zo'r. Bitta biskulchiy do'stlargacha bor. Balonchani qaranglar, baloncha yangi yo'lka balonlarda. Agar kraskasi ham shu sasenda toza bo'ladi-ku, vashshi narxchasi zo'r. Aziz do'stlar, 14000 ga trekker shikolat. Xo'p, orqa bagajlar bilan ko'rsatib o'tib ketamiz.
Orqa bagajlari propan gaz zapaskasi hali даже tushmagan ekan, changi bilan turibdi. Xo'p, chista dehqon akamizning mashinalari o'zi Sassandan ma'lum ko'rdilaringiz. Xo'p, aka kraska qanday? Bitta kapotda bor, ha? Ichiga o'tmaganmi aka? Ichiga o'tmagan, bitta kapotda bor, kraskasi $14,000 narxi. Akaga aloqaga chiqinglar, azizlar. Variant vikup qilamizmi, yo'qmi aka? Yo'q, Faqat naqdga, ha? zarurligidan. Pul zarurligidan. Aka bu yana oz-moz kelishsa bo'ladimi aka? Salgina sunnatiga biror narsa o'sha obunachilarga. Birga tiralganlar. Oxirgisi, ha? Aziz obunachilar, oxirgi tiralgan narxi $14,000 dedilar. Akaga aloqaga chiqinglar, shunga qarab murojaat qilsangiz bo'ladi, lekin narxchasi ham emas. Telefon nomeri aka? 94lik 94lik 538 538 55 83. Aziz obunachilarim, Kia Sportage so'raganlar bor. Marhamat, aziz Kia Sportage yangisidan 4000 dan kilometr yurgan deyaptilar. Bemalol ko'rib baho berasizlar. Zo'r holat ekan, yangi pachka avtomobil. Bemalol ko'rib baho berib egalariga aloqaga chiqarsa, qo'ldan kelgancha sizlarga har xil mashinalardan qo'yib borishga harakat qilyapman, lekin salon ichidagacha o'sha dahshat fulldan 4000 kilometrga hali yurgan, yaxshi zo'r ekan. Beskuluchoy do'stib, rangcha ham azizlar matviy holatda, mana polni beskuluchoy do'stib 360 kameralarigacha bor. Salon ichlariga bitta baho berib qo'yinglar. Hali o'zini zavodskiy azizlar salafonlarda turibdi. Ichlari salon qismlari ham juda ham zo'r holatda. Ichariga bitta baho berib qo'yinglar. Monitorni kattaligini ko'ringlar azizlar. Kia Sportage sassasi juda ham zo'r holatda. Pachka mana yangisidan qidirganlar bormi? Marhamat azizlar, bemalol ko'rib baho berib egalariga aloqaga chiqaverasizlar. Matviy rangchasidan salon ichi. Bemalol baho bersalaringiz bo'ladi. Tomlari to'liq qoraytirilgan ekan. O'zi zavodskiy qora tomlari. Xo'p, orqa bagajlari azizlar bu 2023 ga 2024, 2024 salondan chiqqan deyaptilar aka. O'zi 2023, lekin 2024 salondan chiqqan. Xo'p, bagajlar bilan ko'rsatib o'tib ketamiz. Qaranglar, bagajlar polni azizlar elektronniy. Lekin gap yo'q. Ko'pchilik bizlarni azizlar har xil joydan kuzatishadi. Amerikadan kuzatadigan akalarimiz ham juda ham ko'p. Sovg'aga olaman desalaringiz ham marhamat azizlar, juda ham azizlar zo'r holatdagi Kia Sportage. Bemalol ko'rib baho berib egalariga aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Albatta nasib bo'lsa narxini ham aka chiroyli qilib kelishtirib beramiz deyaptilar. Sassiyasi zo'rdan paroklargacha usonovka qilib qo'yilgan. Orqalariga azizlar shu dugalargacha qo'yilgan. Xo'p, hozir bitta akadan narxini aniqlaymiz. Aka pulini qancha dedingiz? Pulini? Puli aka buni 37,5 ming bo'lsa beramiz aka. 37,5 ming bo'lsa beraveramiz, ha? Nasib bo'lsa hech qanaqa hali aybi yo'q ham mashinada aka. Yangi mashina aka. Polni broneplyonka qilingan 3000 ga aka. Aha. Mana bu duga, orqa duga parogini qo'ygan aka. 4 ta yangi yumshoq balon qo'ygan aka. Gap yo'q. Mana tayyordan akaga aloqaga chiqib juda zo'r aziz Sassandagi Kia Sportage. Telefon nomeri aka. Telefon nomerini olamiz. Aka qanaqa keyin tartiblarda xarid qilib, variant vikubi bormi yo'qmi? Aka barter bo'lsa nima qilamiz? Gaplashsa bo'ladi, ha, barterga. Yo'q, bankka beramiz aka, farqi yo'q. Gap yo'q. 97lik 97lik 936 936 60 00. 00. Salomat bo'ling. Aziz do'stlar, Monza so'raganlar bormi? Marhamat. Aziz do'stlar, juda ham zo'r narxdagi Monza. Aka tayyor qilib qo'ygan ekanlar, tonirovkalar urilgan, trekker diskalarigacha taqib qo'ygan ekanlar. Yana 4 ta yaxshi aziz yo'lka ballonlardan boshin bemalol ko'rib baho berasizlar. Juda ham zo'r holatda ekan. Narxchasi ham yo'q emas. $15,000 ga beramiz deyaptilar. Aka dedim 15,000 emas. Obunachilarim telefon qilishadi. Yana biror narsa o'tib berasiz dedim. Gap yo'q dedilar, lekin oxirgi narxi deb turgan edilar. Kanalimiz zondan mayli 15,000 dan yana biror narsa sunnatiga o'tib beramiz deyaptilar. Tonirovkalari beton bo'lib turibdi. Sassanchasi zo'r ekan azizlar. Mana marhamat bemalol ishlar bilan ko'rsangiz bo'ladi. Gentrani puliga bo'lyapti. Ichlari salon qismlari juda ham zo'r holatda. Xo'p, 55 ming yurgan mashina, probegchi 55 ming bo'libdi. Salon ishlari yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ishlari salon qismlari bilan bemalol baho berasiz. Polni kojani salon, evakoriklar tayyorlab qo'yilgan. Bitta bagajlari bilan ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketay azizlar. Xo'p, bagajlarni ochib o'ramiz. Самое главное, azizlar, mashina gazi bor. Mana orqada propan gazlargacha usunovka qilib qo'ygan va shu izolyatsiya qilingan taglari. Qani ko'raveramiz. Polni bo'lganmi yo'qmi? Yo'q, faqat shu tagi shu izolyatsiya qilingan ekan. Ikkita detalchada kraska bor dedilar.
eshik bilan shu kriloda bor ekan. Albatta ko'rib tekshirib olasizlar. Pitnocha bo'lgan deyaptilar. 15 ming dollar. Akaga aloqaga chiqinglar aziz do'stlar. Mashina faqat naqdga berilar ekan, bemalol murojaat qilaverasiz, chunki zo'r narxda turibdi. Motoriga kelsa agar 1.5 lik bo'lib turibdi aziz do'stlar, atmosferni telefon qilaverasizlar. Aka telefon nomeri 88lik aka. 88lik 394 394 94 94 85. 85. Aziz do'stlar, Gentralardan ko'rsatamiz. Qop-qora Gentra, polni navrotlik ekan, kraskalargacha radno 2022. Juda ham zo'r holatda ekan. 4 ta yumshoq balonlargacha ustunovka qilib qo'yilgan. Gerb lavoylar, Amerikanka, Optra barcha navrotlar qilib qo'yilgan ekan. Даже top propan gazlargacha ustunovka qilib qo'yganmiz debdi. Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar aziz do'stlar. Qancha yurgan aka mashin? 58 ta yurgan. Magic pultlari bor. Ruxsatlar bormi aka? Tonirovkaga ruxsatlari bor. Glans stoykalarga taqib qo'yilgan. Ichari salon qismlari bemalol ko'rib baho beringlar aziz do'stlar. Chixol, poylik hamma narsasi bor. Avtomat коробка. Gentra. Lekin Gentraning talabi juda kuchli mana. 60 ming provek, tablo osvetleniyalargacha qilib qo'yilgan ekan. Mana monitorlargacha ustunovka qilib qo'yilgan. Gentrani bilmadim, sabrimiz har doim zo'r. Chunki hamma aziz do'stlar, buni ham Gentraga juda ko'p odam qiziqadi. Postoyanni bizdan so'rashadi obunachilar. Aka Gentradan ko'proq bo'lsin deyshadi, ana harakat qilamiz sizlarga. Albatta, yoritib berishga narxlari, orqa bagajlari, bagajlarda mana propan gaz ballonlarigacha bor. Samый главный mashinada kraskasi родной 2022. Narxini, aka qancha deyapsiz narxini? 13700 dollar so'rayapsiz, kelishadigan joyi bor. Xo'p, kraskasi 100% toza, ha aka? Bozor narxi qildimi aka? Bozor 13300 qildi. 13300 qildi, bermayapsizmi? 13300 ga mashina berilmagan. 2022 kraskasi родной. Aka, lekin yomon narx bo'lmagan ekan. Xo'p, shu narxga beramizmi qachon? Men hozir bir 12800 yo 13 largacha hozir ko'p bilan savdo qilaman aytgan edim. Yo'q, aka. Ha? Xo'p, shu narxga ozgina qo'shsa ham berib yuboramiz deyapti. Albatta akaga aloqaga chiqinglar, o'zingizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta ko'rib tekshirib olaverasizlar. 4 ta balon ham yangi ekan, aka? Yangi. Telefon nomeri 94lik 94lik 076 076 44 66. 44 66. Variant Viku bormi, yo'qmi aka? Bir oygacha qarab Bir oygacha qarab turiladi. Salomat bo'ling, telefon qilaverasizlar. Aziz do'stlar, Cobaltlardan ko'rsatamiz. Midnight pozitsiyasi 2025. Marhamat, aziz obunachilar, diskasi qora va bakavenkalari qoralargacha mana yumshoq balonlar qo'yilgan. Narxchasi lekin zo'r debdilar egalar. Mana 4 ta yaxshi yumshoq balon. Magic kartlargacha ustunovka qo'yilgan. 15 mingga hali yurgan mashina 12300 dollar aka so'rayaptilar. Mashina narxini. 2025 aziz do'stlar, yilchasi lekin zo'r, eng oxirgi chiqqanlardan hisob ma'lumot deyaptilar. Bir qo'l ekan, ishlar bilan baho beringlar aziz do'stlar. Endi nasib bo'lsa sizlar olganlaringizdan keyin ikkinchi qo'l bo'lasiz. Hali sidenalarni qaranglar, zo'r holatda bo'lib turibdi. 15 mingga hali provek, polni sassiyansi zo'r holatda, evakoriblar tayyorlab qo'yilgan, Magic pult. Gaz qo'yilganmi, yo'qmi aka? Yo'q aka. Video registratorlar qo'yilgan. Mashina benzinda, gazni ko'rmagan, Midnight pozitsiyasi video nimasi bor? Video registratorlarni aytib o'tib ketdik. Magic pult. Kraska родной, aka? Kraskasi top toza. 12300 dollarga aziz 2025. Marhamat, nima deyapti? Albatta akaga aloqaga chiqinglar. Umuman mashinada aybi yo'q, ko'rib tekshirib olasiz. Bitta gazchani qo'yasizlar, mazza qilib gazini bosib yuraverasizlar. Oldilariga akamiz aytganlaridek ledlargacha ustunovka qo'ygan ekanlar. Aka, bu 12300 dan obunachilarim telefon qilsa, yana o'tib beramizmi aka? 50 dollar o'tadi. 50 dollar mana, yana aziz do'stlar. Marhamat. Telefon nomeri aka? 93 070 070 070 31 37. 31 37. Telefon qilaverasizlar. Aziz do'stlar, Gentraning mexanikasidan bo'lsin degan akalarimiz uchun marhamat, qaranglar, kak avtomatdek bo'lib turibdi. Kraskasi Radno 2020. Bozor bo'yicha aka aytibdilar, ancha arzon narxga qilib beraman deyapti. 2020-yil Gentralarning ichida juda arzon narxga beraman deyapti. Qani bitta sizlar bilan ko'ramiz. Albatta baho beramiz. Xo'p, 4 ta yumshoq balon, Gentra diskalari qo'yilgan, o'zi mexanika bo'ladi, lekin kraska Radno deyaptilar aka. Qancha yurgan aka mashina? 130 ta yurgan. Motor hadovolar hali zo'r bo'lsa kerak hammasi aka. Motor hadovi hali hammasi yaxshi ekan. Ichlari bilan bitta ko'rib olamiz. Aka bitta ko'rsatib olamiz ichini. Xo'p, akvaprintlar qilingan, kojinlar qilingan ichlari, salon qismlari, bitta gazlarigacha bor deyaptilar. Xo'p, pasaytirib qo'yamiz. Gazi propan, ha? Ha, bitta emas, propan ekan. Kardinal chixol, apogriflarigacha bor ekan. Gap yo'q. 136 ming probek, poliklar hamma narsa bor, chixol, polik, gaz hamma narsasi bor ekan.
Xo'p, bitta mana shu bamperchada qirilgan joy bor ekanda, aka. Endi bamper detalga kirmaydi, plastmas aziz do'stlar, bu любое время almashtirib olsangiz bo'ladi. Самое главное, kraskasi yo'q edi, propan gazi bor. Puli qancha ekan, aka buni? 8700 yana kelishi. 8700 yana kelishadigan joyi bor. Gap yo'q. Mexanika aziz do'stlar, lekin narxchasi zo'r haqiqatdan ham. Akaga voqea chiqdi, yana kelishtirib savdosini qilib berar ekanlar. Telefon nomeri aka? 91lik 539 7007. Salomat bo'ling. Aziz do'stlar, kanalimizda Lacetti so'ragan obunachilar juda ham ko'p. Talablarga binoan yana bitta Lacetti'dan ko'rsataman. Qaranglar, Gentra deb turibdi. To даже bakrinkalargacha Gentra'dan tik qo'yilgan. Aka yili necha? 2010-yili orqada optrostorlar turibdi. Aziz do'stlar, Gentra diska ballonlar, polni ballonlar bilan birga qo'yib yuboribdi. Lingong ballon, Gentra diskalar. Xo'p, ichari salon qismlari chihol polik hamma narsasi bor. Nabay? Alinkantara qilingan, ichlardan qaranglar, asosan polni detallar qilingan ekan. Tepalar asosan polni alinkantara qilingan, bu yoqlar aquaprint, mana ko'rib turibsiz, aquaprintchani ham qanaqasi qaranglar. Chiroyli ekan aquaprintchi. Ichari bilan baho beriladi. Alinkantara hamma narsa qilingan. Ichari salon qismlari bitta probekchan ko'rib olamiz. Sizga aytib o'ramiz asosan. Probegi xo'p 512 ming yurgan, lekin aka aytdilar, motor umuman ochilmagan deyaptilar. Asosan qaranglar, probekchasiga qarab, lekin motor ochilmagan. Zo'r ha asosan. Albatta ko'rib tekshirib olaverasiz. Aka 100% javob motor hadovoylarga. Zo'r aka. Motor hadovoylarga hammasiga 100% javob deyaptilar. Albatta bemalol ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Qaranglar, oldi ham Gentra qilib qo'yilgan. Polni qaranglar, Gentra bo'lib turibdi. Ko'chada yursangiz ham chisi Gentrani vidida. 1.8lik azoslar, 1.8lik Gentra. Metan gaz hamma narsasi bor. Bitta kapotchani olsak, polni Gentra mashina. Xo'p, narxiga kelsak agar, aka 6.5 narxlabdilar ekan mashinada. Aka kraska qanday o'zi? GBOga polni sepilgan, ha aka. Aka necha pul qilib beramiz? Bozor narxi qildimi aka? 6000 so'rayapti. Bozor 6000 so'rayapti. Bermayapsiz. Ishqalib taqqa aka 6000 ga berib olish kerak. 6000 ga biror nima qo'shsa berib yuboramiz deyapti. Nima deysizlar? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Azizlar, men где-то bir 5.5 gacha savdo qilmoqchi edim. Lekin 6000 ga bermagan ekanlar, birat. Xo'p, telefon qilib, bemalol ko'rib, tekshirib olaverasizlar akaga. Telefon nomeri aka? 94lik 974 94. Salomat bo'ling. Qora Gentralardan azizlar 2023-yildan polni tayyor deyaptilar egalari. Propan gazlarga cho'stonovka qilib qo'yilgan, tonirovkalar urib qo'yilgan. Qorchani qaranglar, qoram lekin yaxshigina yog'di, lekin o'sha erib ketyapti. Azizlar, biz sizlar uchun harakatda, havo juda ham sovuq, biz qo'langacha narx-navlarni yoritib berishga sizlarga harakat qilyapmiz. Albatta sizlar layklar bilan qo'llab-quvvatlab turinglar azizlar. Ichari salon qismlari tonirovkalar urib qo'yilgan, chihol poyliklari bor. Ichari salon qismlari mana yaxshi holatda, avtomat korobka 2023 37 ming yurgan ekan mashina. To bakrinkalargacha elektronisidan. Xo'p, bitta bagajlar bilan sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka prujincha qo'ygan ekanlar orqasiga. Qaranglar, mana shu prujina qo'yilgan, qaraydi. Bormi yo'qmi prujinasi? Prujinasi yo'q, lekin bagaji zo'r. Bitta bosganda polni dakansa ochilargan, propan gazi bor. Bitta bosganda shuni polni ochilsa juda ham zo'r. Xo'p, kraskasini aniqlaymiz. Aka, kraska qanday? Tozami? Kraskasi toza. Puli qancha bo'lyapti? Buni 909 pulti ham bor. 909 pulti ham bor. Magicali bor. Narxi $13700. $13700. 23 yil bunaqa bozorda ham bunaqa bo'lmasa kerak. Zo'r, narxi zo'r. Akaga aloqaga chiqinglar, shoshilib ulgurib qolinglar. Juda ham zo'r narxda turibdi mashina. Telefon nomeri aka? 90lik 283 283 0777. 0777. Salomat bo'ling.